Amerika Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitay virusunun kelib chiqishi to'g'risida davomli tadqiqot ilib boradigan yangi guruhi qurganligini muayyanlashtirdi va qo'llaydiganligini bildirdi. İgilinishicha, Amerika istixboroti Talibanlarning Afg'oniston poytaxti Kabulni 3 kundan bir haftagacha qurshovga ola oladiganligini o'tirib qo'ygan. Shuning bilan birga, Amerika Davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi John Kirby Kabul elchixonasiga xodimlarni tarqoqlashtirish harakatining boshlanganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı yer şarının isib ketishiga qarshi turish uchun fosil, ya'ni toshqa aylangan yiqilg'u sarfiyotini azaytishni talab qilayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bu yilning oldingi yarmida karbon qo'yib berishni ko'paytiradigan turlarga texnik ko'p mablag' solgan. Amerika Avam Palatasining Cumhuriyetçiler Partisi ve Demokratçılar Partisi a'zolari Alma ve Google'ning ana şirketi Alphabet qatorliq şirketlar boshqaradigan app to'kinini kontrol qilishni maqsad qilgan qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Yangi e'lon qilingan bir dokladda ko'rsatilishicha, Pokiston va Afg'oniston Xitoyning Uyg'urlarni bostirishidagi sherikiga aylangan. Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Oks O'rta Osiyo ishlari jamiyati 11 avgust osmonda to'r yerda qopgan Xitoyning Pokistondagi Uyg'urlarni ovlishi mavzuliq yangi doklad e'lon qildi. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy 1990-yildan boshlab Pokiston va Afg'onistondagi Uyg'urlarga davlat halqib ziyonkashlik qilishga boshlagan. 2001-yilga kelganda jami 27 Uyg'ur Xitoyga qaytarilgan yoki Pokiston bexatarlik qismlari tomonidan qo'lga olingan. Resmi bayonotga qaraganda, Turkiyaning G'arbiy Qora dengiz rayonidagi kelkunda hayotidan ayrilganlarning soni 38 ga yetgan. Səhiyyə ministri Koja Twitterda Kastanomada 32 kishining, Sinopda 6 kishining kelkun sababidan hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan, Xitoyning Xubey o'lkasida yoqqan qattiq yomg'ir kelkun ofatini keltirib chiqargan bo'lib, ofatda 21 odam o'lib, 4 odam yo'qolib ketgan. Bu yil 7-oyda Meksika chegarasidan Amerikaga kirgandan keyin tutilib qolgan qonunsiz ko'chmanlarning soni 200 mingdan oshib, 21 yildan buyongi eng yuqori saviyaga yetdi.